Hozirgi davr o'zbek milliy adabiyotining ko'zga ko'ringan iste'dodli shoirlaridan biri Muhammad Yusufdir. U 1954-yil 26-aprelda Andijon viloyatining Marhamat tumani Qovunchi qishlog'ida oddiy oilada tavallud topdi. O'rta maktabni tugatgandan so'ng Respublika Rus tili va adabiyoti institutini tamomladi. 1978-1980-yillarda Respublika kitobsevarlar jamiyatida, 1980-1986-yillarda Toshkent oqshomi ro'znomasida, 1986-1992-yillarda esa G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyotida, hozir esa O'zbekiston ovozi ro'znomasida faoliyat ko'rsatmoqda. U o'nga yaqin she'riy to'plamlarning, o'nlab qo'shiqlarning muallifi sifatida keng kitobxonlar qalbiga kirib ulgurgan. Uning dastlabki she'rlari birinchi bor O'zbekiston adabiyoti va san'at ro'znomasida 1976-yilda chop etilgan. Shundan so'ng Tanish teraklar, Bulbulga bir gapim bor, Iltijo, Uyqudagi qiz, Halima inam allalari, Ishq kemasi, Ko'nglimda bir yor, Bevafo ko'p ekan, Erkakiyik kabi jozibali she'riy to'plamlari nashr etildi. 1989-yilda esa Uyqudagi qiz nomli she'riy to'plami uchun Respublika yoshlar mukofoti berildi.